Hozir shifoni ta'siri haqida gapiramiz. Insonning tanasi qarilik davriga kirgan bo'lmasa, beriladigan shifolarni qabul qiladi, singadi shifolar. Agar insonning tanasi vaqtidan ilgari yoki qarilik davriga kirgan bo'lsa, ana u qarilik davriga shifo berish ozgina qiyin bo'ladi va tana shifoni qabul qilishi salgina qiyin bo'ladi. Bularni bilishingiz shart va bu haqida aytib o'tamiz. Bundan tashqari har bir insonni ochilishi, energiyasi har bir insonga tegishli va ma'lum bir miqdor vaqtdan keyin, inson umridan keyin inson qayta yopilish vaqti bo'ladi. Energiyalarni buni hozir qanday ko'rsatib beramiz? Inson tanasi ochilib, chiroyli bo'lib, go'zallashib, yil sayin, kun sayin, misol 40 yoshgacha orqaga qarab yuriydi. Ana bu narsani ana bunaqasiga ko'rsatsak bo'ladi. Hozir bu narsani ana bunday ochilish degani ana bunday orqaga qaytgan energiyada ana bu tana bunday yoyilib, kengayib, go'zallashib boraveradi. Endi 40 dan keyin misol yoki 50 yoshdan keyin, ba'zilarda 60 yoshdan keyin bu energiya qayta har kimga har xil yopilish energiyasi orqa tomondan kirib kelaveradi. Insonning tanasi so'lib, bujmayib, osilib kelaveradi. Bu deganiki har bir insonda ochilish davri bor va yopilish davri bor. Ochilish davri misol yoshlik davri, yopilish davri qarilik davri hisoblanadi. Ana shu aytib o'tgan mavzularim o'ziga yarasha yetarlicha sabablari, kuchlariga ko'ra ish olib boriladi va shunga qarab yo'nalishlar, shifolar beriladi. Tanani sog'ligini ko'tarib bilishiga qarab. Bundan tashqari, insonning tanasi bir qancha energiyalardan iborat, ranglardan iborat. Bu tana energiyasi ana shunday qavatlanib, yig'ilib oldinga yoki nabarot teskari orqaga qarab kirib boraveradi. Bularni ham o'ziga yarasha ta'siri bor, holati bor. Kimga bu og'ir kechadi, kimga bu yengil kechadi, kimdir stresslardan o'tadi, depressiya bo'ladi, kimdir o'tib biladi bu narsadan, kimdir o'ta olmaydi. Bu narsalarni ruhga ham, tanaga ham, taqdirga ham juda katta rol o'ynaydigan holatlari bor. Bular haqida yana mavzuni davom ettiramiz. Bizani kuzatishni davom eting, obuna bo'ling.